Maqsaddaşlar, bugünkü hikayemiz Tayyorga hayar mushuk. Burun bir odamning bir mushugi bor ekan. U mushukni aslanchig'idan tartib, non chaynab berib boqibdi. Agar egisi non chaynab bermasa, mushuk hech narsa yemaydi ekan. Kunlarning birida uy egisi: "Mushukim, endi xeyli cho'ng bo'lib qolding. Chaynab bermasam-mu, o'zingning qo'risqini o'zing boqqin. Uyimizda chashqin ko'payib qoldi. Ularning adibini raso bir bergin." debdi. Kichikdan tartib tayyorni yeb o'rganib qolgan mushukka chashqon tutish bakmi og'ir keptida, har kunniki uy egisi uxlab qolganda tangdidagi nonni o'g'irlab yeydigan bo'lib qopti. Tangdidagi nonning uvoqlarini ko'rgan uy egisi uyda chashqonlar tuxumi ko'payib ketyotidi. Mushukim ularni tutib bo'lolmagan o'xshaydi deb yangaqdek nonga zaharlik dori aralashtirib tangniga silib qo'yibdi. Tun yarimlashganda mushuk asta tangniga keribdi-da, heliqi zaharlik dori aralashtirilgan nonni yebdi-da, shu yerdala jon uzibdi. Atsi o'z mushukining o'likini tangnida ko'rgan uygisi ahvolni tushunib: "Hey, tayyorga hayar mushukim. Tangnidagi nonni o'g'irlab yeyishni o'rgangacha chashqon tutishni o'rgangan bo'lsang-chu", debdi. Uyg'ur xalq cho'chaklari